Prezident maktablarida tushgan savol. Demak, boshladik. Bir do'stim menga telefon raqamini berdi. U 8 ta raqamdan iborat edi. 8 ta raqamdan iborat edi deyapti, lekin aynan qaysiliklarini aytmayapti. Lekin men faqat 0 raqam bilan boshlanganini eslay olaman. 0 raqam bilan boshlanganini eslay olaman. 0 0 0. Hammasi demak 0 bilan boshlanyapti. Bizning tarkibimizda 0 bor ekan. Va boshqa raqamlari 1, 2, 8 va 9 edi. 1, 2, 8 va 9 edi deyapti. Bir raqam 2 marta 1 ga kelar edi. Masalan 33. Bir raqam 2 marta 1 ga kelsa 11 holatda keladi. Bir raqam 2 marta 1 ga kelgani bu yerda kelyapti. Bu yerda kelyapti. O'z-o'zidan mana bu ikkita javob chiqib ketib qolyapti. Endi va boshqa bir raqam 3 marta 1 ga kelar edi. Va boshqa bir raqam deyapti. 3 marta 1 ga kelar edi. O'zi ikkita variantimiz qoldi. Bu yerda bitta variantimiz qoldi. Bu 1 bo'lganligi uchun buni ola olmaymiz. Keyin mana bu yerda o'sha boshqa bir raqam 3 marta kelar edi deganda 8 nazarda tutilyapti. Keyin bizda 2 ham 9 ham bo'lishi kerak. Mana 2 ham 9 ham bor. Demak, javobimiz D variant bo'ladi. Yana kuzatishda davom eting. Shu kabi Prezident maktabiga hamda Al-Xorazm maktabiga tushgan savollarni tashlab boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.